Giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishini oldini olish va unga qarshi kurashish maqsadida Buvayda tumani Ichki ishlar bo'limi hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan hamkorlikdagi tezkor tadbirda yana bir jinoyat issiq izidan fosh qilindi. Tadbir davomida tumanning Jaloyer mahallasi hududida harakatlanib ketayotgan Onyx rusumli avtomashina to'xtatilib tekshirilganda, avtomashinani boshqarib kelayotgan Oltiariq tumani Qapchug'ay qishlog'ida yashovchi 1990-yilda tug'ilgan ushbu ayol avtomashinasida sof og'irligi 504 gramm bo'lgan gashish giyohvandlik moddasini Jaloyerga olib kelayotganligi aniqlandi va tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining 25 orqali 273-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hurmatli hamyurtlar, giyohvand moddalar inson salomatligining kushandasidir. Oramizda shunday shaxslar bor. Ularga o'zgalar tinchligi va sog'ligini bir chaqalik ahamiyati yo'q. Ular daromad topish bilan ovora. Bunday kimsalarga qarshi birgalikda kurashaylik. Ogoh bo'ling.